15-20 ta ulamolar bir bozorni o'rtasidan o'tib ketishayotgan ekan. Ana shu ulamolarning eng kattasi, ana shu ulamolarning eng ustozlaridan biri bo'lgan bir kishini ko'zlari bir namoz o'qib turgan odamga tushibdi. Va u kishi zavqlanib atrofdagi 15 ta 20 ta insonlarga, ulamolarga qarab aytibdilar. Mana bu insonni taqvosini qaranglar. Mana bu insonni iymonini kuchini qaranglar. Hamma soqqa qilish bilan band, hamma dunyo bilan band, bu inson bo'lsa namoz o'qiyapti deb baland ovozda baralla aytibdilar. Shunda namoz o'qib turgan, bozorni o'rtasida namoz o'qib turgan bizni qahramonimiz namoz o'qib turgan joylarida shunday orqaga qarabdilarda, ustiga ustak ro'zadorman dermishlar. Quraysh raisi Hakim ibn Hizom islomga yangi kirgan kunlari edi. Mana shu kuni bir voqea sodir bo'ldi. Yangi islomga kirganlarga payg'ambarimiz, suyukli payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam har xil hadyalar berardilar. Ularni xursand qilishga harakat qilardilar. Bo'lib ham agar qavmni raisi bo'lsa, unga nihoyatda ko'p hadyalar berib, ularni ko'ngillarini ovlashga harakat qilardilar. Chunki biron bir qavmni raisi islomga kiradigan bo'lsa, bu ana shu qavmni hammasi islomga kirdi degani edi. Hakim ibn Hizom roziyallohu anhu islomga kirgan kunlari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam u kishiga hadya sifatida 100 ta tuya berdilar. 100 ta tuyani ko'rib ko'zlari chaqnab ketgan Hakim ibn Hizom, "Ya Rasululloh, yana bering" dedilar. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yana 100 ta tuya berdilar. 200 ta tuyani ko'rib ishtahalari karnay bo'lib ketgan Hakim ibn Hizom roziyallohu anhu, "Ya Rasululloh, yana bering" dedilar. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yana 100 ta tuya berdilar. Umumiy 300 ta tuya bo'ldi. Tasavvur hosil bo'lishi uchun bitta tuya bugungi kunda bitta Cobalt mashinasi degani. Ya'ni o'sha kunni hisobi bilan yoki bugunni hisobi bilan Hakim ibn Hizomga 300 ta Cobalt hadya qilindi. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Hakim ibn Hizomni quloqlariga yaqin keldilarda, "Ey Hakim ibn Hizom, beruvchi qo'l oluvchi qo'ldan ustundir" dedilar. Bu gap Hakim ibn Hizomga shunchalar og'ir botdiki, bu degani sen 300 ta tuyani boplab olib oldim, men yutuqdaman deb o'ylayapsanmi? Aslida beruvchi qo'l oliyjanobroqdir. Bu yerda men ustunman degani edi. Bu o'zini qilgan axloqi, o'zini yo'l qo'ygan axloqi Hakim ibn Hizomga nihoyatda og'ir botdi. Shunda Alloh taolo, qodir Alloh Hakim ibn Hizomni qalbini ochdi. U kishi qilib qo'ygan xatolarni darhol angladilarda, 200 ta tuyani darhol qaytardilar. Va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga bir qasamyod qilib va'da berdilar. "Allohga qasamki, sizdan keyin hech kimdan mol olmayman, ya Rasululloh" dedilar. Va ahdlariga vafo qildilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan keyin u kishiga bugungi kunni hisobida necha 100 ming dollarlik mol dunyolar taklif qilindi. Urushlarda tushgan g'animatlar taklif qilindi. U kishi rad etdilar, olmadilar. Hattoki tuyani ustida bo'lganlarida qamchilari tushib ketsa, yerda yurgan odamdan iltimos ham qilmadilar. Ana shu qamchini tushib o'zlari oldilar. Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamdan keyin Hazrati Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu davrlarida ham, Hazrati Umar ibn Xattob roziyallohu anhu davrlarida ham juda ham ko'p g'animatlardan ularga sovg'a hadyalar yuborildi. Birortasini olmadilar, hammasini qaytardilar. Ta'magirlik bu birovni qo'lidagi molni o'ziniki bo'lishi uchun harakatdir. Ta'magirlik insonlarga hech qachon obro' keltirmagan. Ta'magirlik har doim insonlarni yer bilan yakson qilgan, sharmandayi sharmisor qilgan. Ta'magirlikdan kelgan mol hech qachon buyurmagan ham. Allohdan duo qilib, munojat qilib biron narsa so'raganimizda juda ham ehtiyot bo'lib so'rashimiz kerak.
Chunki Alloh taolo bu so'ragan narsalarimizni nuqta virguligacha amalga oshirib hayotimizga tatbiq qilib qo'yishi mumkin. Bu so'ragan narsamiz aslida yomon narsa bo'lsa-chi? Ko'pincha shunday bo'ladi hamku hayotimizda. Bir avliyo o'rmon oralab ketayotib, juda ham qorni och qolibdi. Alloh taologa munojat qilib so'rabdi: "Ey Alloh, juda ham qornim och qadi. Qaniydi ikkitagina tuxum, bir bo'lakkina non bo'lsaydi, maza qilib yeb qornimni to'ydirib olsamidi, seni ibodatingga quvvat bo'lardi" deb yo'lida davom etibdi. Shu payt uni oldidan oppoq kiyingan bir inson yugurib, shoshib o'tib ketibdi va daraxtlar orasiga sho'ng'ib yo'q ketibdi. Hech qancha o'tmasdan orqadan yana ikkita inson "Hoy, shoshma, o'g'ri, kazzob, to'xta" deb yugurib kelib qolishibdi. Va bizni qahramonimiz avliyoni do'pposlay ketishibdi. Shunchalar do'pposlabdiki, "Hoy, to'xtanglar, meni nimaga uryapsizlar? Nima gunohim bor?" deyishiga ham qarashmabdi. Tuproq bilan bitta bo'lib tuproqqa belanib, zo'rg'a o'ziga kelib, o'zini himoya qilishga o'tibdi-da, ismini aytibdi. Ismini aytgandan keyin u insonni yuziga qarab, u insonni nihoyatda mashhur avliyo inson ekanligini tanib qolishib, boyaga ikki kishi uzr so'ray ketishibdi. "Ey avliyo inson, uzr, biz sizni tanimabmiz. Biz sizni tanimasdan shuncha azor beribmiz. Nima qilsak bizni kechirasiz? Bizni kechiring iltimos. Ikkitagina tuxumimiz bor, bir bo'lakkina nonimiz bor. Iltimos, mana shuni ziyofat sifatida qabul qiling-ku, bizni gunohimizdan o'ting" deyishibdi. Oldiga qo'yilgan mana shu bir bo'lak non va ikkita tuxumni ko'rib, boyaga avliyo inson qilgan duosi bir necha daqiqalarda amalga oshganini ko'rib hayron qolibdi. Va Allohga: "Ey Alloh, sendan ikkita tuxum va bir bo'lak non so'rabman-u, bu ikkita tuxum, bir bo'lak nonni qanday usulda berishingni so'rabman" debdi. Bunchalar kaltak yeganimdan keyin, bunchalar tuproqqa belanganimdan keyin bu ikkita tuxum bilan nonni yeyishimni bilganimda, balkim bularni so'ramay qo'ya qolardim degan ekan. Onajonim bilan Rayhon restoranida tamaddi qilib tashqariga chiqayotgan edik. Onajonim: "Sen bolam chiqaver, men qo'l betimni yuvib keyin chiqaman" dedilar. Men restorandan chiqayotib zinani oldida onajonimni kutib o'tirdim. Kutib turganimda sal 20-30 metr nariroqda bir insonni ko'rdim. U inson 60 yasharlar chamasidagi inson. Juda ham bashang kiyingan, kostyum-shimlar, oppoq ko'ylaklar, galstuklar, soqollari olingan, sochlari taralgan. Men tomonga yuzlari ifodalari xuddi menda gapi borga o'xshab kela boshladilar. Bildimki, menda gaplari bor. Salom alikdan keyin u kishi meni yaltoqlanib maqtay ketdilar. Har xil menda yo'q bo'lgan sifatlar bilan ancha alqadilar. Menga albattaki bu yoqmadi. Gapni qisqaroq bo'lishini, maqsadga tezroq ko'chishlarini xohladimda, gapimni asnosida shuni o'zlariga ham bildirdim. Shunda u inson o'zlarini bir viloyatdan deb tanishtirdilar. U viloyatni aytishim bu yerda o'rinli emas. Chunki bunday insonlar yer yuzini har bir nuqtasida uchraydi. Buning uchun ma'lum bir viloyatdagilarga aybni qo'yish maqsadga muvofiq bo'lmaydi. U kishi sanatoriyada dam olayotganlari, pullari tugab qolganligi uchun sanatoriyadagilar u insonni ko'chaga haydab chiqarganliklaridan nolib shikoyat qildilar. Va 4-5 kun yashashlariga pul kerakligi, mana shu pulga ehtiyojlari borligi, u 4-5 kunsiz viloyatga keta olmasliklarini aytdilar. Gap asnosida bildimki, u kishi firibgar ekan. Lekin shunday firibgarki, o'ziga xos firibgar. U inson sadaqa sifatida beriladigan 5-10 ming so'mlarni nazariga ilmaydigan firibgar. O'ziga xos usul ishlab chiqqan va mana shu usul asosida mo'maygina daromad ham topadigan bir insonga aylangan. Ya'ni uchiga chiqqan firibgar. Shunda gap asnosida, suhbat asnosida u kishi o'zlariga o'zlari qopqon qo'ydilar va bu qopqonga tushib qoldilar. U kishi mendan kasbim haqida so'radilar. Nima kasb qilasiz? Tirikchilik nimadan dedilar. Men o'qituvchiligimni aytdim. Shunda u kishining popugi pasayib qoldi. O'qituvchida u kishi kutgan mo'maygina pul bo'lmasligi,
u odam men bilan suhbatlashib vaqtini o'tkazishi kerak emasligini his qildi go'yoki va yangi qurbonlarni qidirib atrofga alanglay boshladi. Men esa u insondan uzoqlashdim va bu orada onam Rayhon restorandan chiqib qoldilar. Onamni qo'llaridan ushlab zinapoyadan tushirdim. $40,000 Hyundai Starex H1 mashinamni oldiga olib borib, eshigini ochdim va onamni mashinaga o'tkazdim. Shu asnoda u insonni ko'zi menga tushdi va men buni his qildim. Shunda u inson "Ho, o'qituvchi!" dedilar. Men qaramaslikka harakat qildim. Qaytib borib o'zimni tomonimdan, haydovchi tomonidan mashinamga o'tirmoqchi bo'ldim. Shunda inson juda ham qattiq o'kirib baqirdilar. "Ho, o'qituvchi!" dedilar. U insonni yuziga qaraganimda iblisni ko'rganday bo'ldim. Juda ham xunuk bo'lib ketgan, hissiyotlari chalkash, chulkash bo'lib ketgan edi. "Sen qanday qilib o'qituvchi bo'lasan? Mana shunday qimmat mashinani haydab yuradigan bo'lsang. Sen qanday qilib o'qituvchi bo'la turib menday uchiga chiqqan bir firibgar odamni chuv tushirding-a? Qanday qilib men senga aldandimmi?" degan har xil, 10 xil, 15 xil hissiyotlar chalkash, chulkash bo'lib ketgan bir basharani ko'rdim. Soyada turganning soyasi bo'lmas deydi dono xalqimiz. Agar siz o'zingizni soyangizni ko'rishni xohlasangiz, quyoshga chiqishingiz kerak. Ana o'shanda quyoshga chiqqaningizda sizni soyangiz namoyon bo'ladi. Ba'zi zalolatda yurgan insonlarga qachongacha bunday zalolatda yurasan, qachongacha bu betavfiqlikda yurasan, o'zingni axloqingni to'g'rilamaysanmi degan mazmundagi gapni qilsangiz, Alloh taolo bir kun bizga ham insof berib qolar deyishadi. Alloh taolo bizga ham bir kun tavfiq berib qolar deyishadi. Alloh tavfiq berish uchun bandani talabi shart ekan. Banda Alloh menga tavfiq bergin, menga insof bergin, menga yordam bergin, mana shu axloqsizliklarimni to'g'rilashim uchun o'zing menga madad bergin deb so'raydigan bo'lsa, Alloh keyin u bandasiga tavfiq, insof, madad berar ekan. To'g'risi ham shuda, bandasiga kerak bo'lmagan narsani, bandasi so'ramagan narsani Alloh nima uchun bersin? Shayton yo'lida yo'qotgan kuchni Rahmon yo'lida ishlatish bandaning qo'lida. Ta'magirlik, firibgarlik, kazzoblik qilish uchun ham shuncha mehnat to'kiladi. Xayr ishlar qilish uchun, savob ishlar qilish uchun ham xuddi shuncha mehnat qilinadi, shuncha energiya sarflanadi. Ikkalasi uchun ham reja kerak. Yaxshi ishlarni qilish uchun ham inson reja tuzadi. Ertalab turaman, bomdoddan keyin ko'chaga chiqaman, ammamni ko'rgani boraman, falon ishni bitiraman, qaytishimda piston ishni bitirib kelaman deb reja qiladi va unga mehnat, pul, energiya sarflaydi. Harom ishni qilish uchun ham inson reja tuzadi. Ertaga ertalab turaman, falonchiga telefon qilaman, keyin falon joyga borib undan mo'maygina pulni undiraman, keyin u pullarga mana bu ishlarni qilaman deydi. Va buning uchun ham albatta inson ter to'kishi kerak, o'rnidan turib mehnat qilib harakat qilish kerak, qancha kuch sarflash kerak. Bu yerda tanlov bandaning o'zida. Lekin ne ajabki, yaxshi ishlarga mehnat qilib, buning natijasida savob olish o'rniga, halol ishlarni qilib Allohning roziligiga erishish o'rniga banda nimagadir ta'magirlik, firibgarlik, kazzoblik yo'lini tanlaydi va buning oqibatida juda ham katta tog'day gunohlarga ega bo'lib, qop gunohlarni orqalab bu dunyodan o'tib ketadi. Yarmuk jangi kuni Huzayfa Adabiy aytadi: Amakimni o'g'lini jang maydonida o'liklar orasidan izladim. Chalajon bo'lsa suv beraman dedim. Uni topdim. Suv ichasanmi desam, ishora qilib ingrayotgan boshqasini ko'rsatdi. Borib qarasam, Hishom ibn Os ekan. Suv ichasanmi desam, ishora qilib boshqasini ko'rsatdi. Borgunimcha u o'lib qoldi. Qaytgunimcha Hishom ibn Os ham o'lib qoldi. Qaytgunimcha amakimni bolasi ham o'libdi. Mana bu harakatni nomini selflessness deydi inglizlar. Ya'ni fidoyilik. Fidoyilik bu boshqalarning manfaatini o'zini manfaatidan ustun qo'yish.
o'ziga yomon bo'lsa ham boshqalarga yaxshi bo'lishni o'ylash. O'zi o'lim yoqasida bo'la turib boshqalarni yashashini, hayotda qolishini o'ylash. Hozir boshqalarni firib qilish, boshqalarni aldab ularni mol-mulkini yeyish u yoqda tursin, hattoki bir necha yil yashab bir-birini tuz nonini yegan xotinlar, bir-biridan yaxshilik ko'rgan, birga bir xonadonda bir nikohda yashab farzandlar orttirgan xotinlar bir-biriga ko'rnamaklik qilyapti. Sen zo'rmi, men zo'rmi qabilida bir-birlarini sudga berib, bir-birlariga qancha aziyatlar, azoblar berib, umrlarini chirityapti. Bunday holatda men xotinga rahmim kelmaydi. O'lsa o'lib ketaversin ikkalasi ham. Lekin ular o'zlarini kibrlari yo'lida, g'arazli maqsadlari yo'lida hattoki farzandni ham ayashmaydi. Farzandlarni qurbon qilib yuborishadi. O'zlarini g'arazli niyatlari yo'lida, kibrlari yo'lida farzandlaridan kechib yuborishadi. Ularni hayotini botqoqqa botirishadi. Ularni yoshgina umrlarini zavolga uchratib, ularga bir umrlik depressiya berib, ruhiy bosim o'tkazishadi. Birdan-bir maqsadlari o'rtadagi farzandlarni vosita qilib, ularni hech narsa saymasdan, farzandlarni hech bir narsaga nazarlariga ilmasdan, o'zlarini kibrlari yo'lida farzandlarni qurbon qilish. Nima qilsaki, xotinga, xotin erga aziyat bersa, lekin o'rtadagi qurbon bo'layotgan farzandlarni ko'zlari ko'rmaydi. Odatda jamiyatda bizni boshimizga kelayotgan mushkulotlar bizni o'zimizni bad axloqimizdan ham bo'ladi. Bizni Allohga yoqmaydigan ishlarni ko'p va davomli qilaverishimiz oqibatida Alloh barakamizni olib qo'yadi. Biz shunchalar qalbimiz mog'or bosib ketganki, boshimiz g'alvadan chiqmaydi. Hayotimiz ostin-ustun bo'lib ketaveradi. Lekin biz shunchalar kibrimiz osmonki, shunda ham boshimizga kelayotgan ishlarda o'zimizni, axloqimizni ayblamaymiz. Aybni boshqalardan qidiraveramiz. Rahbarlarni ayblaymiz, o'tirib olib g'iybat qilamiz. O'sha bo'lmaganda meni hayotim yaxshi bo'lardi deymiz. Xotinimizni, erimizni ayblaymiz. U bo'lmaganda hayotda men baxtli yashardim deymiz. Alloh taolo bizga omonat qilib bergan bu dunyosini go'zalroq, yaxshiroq qilib farzandlarimizga qoldirib ketishimizni nasib qilsin. Farzandlarimizni muttaham, ta'magir, kazzob qilib emas, balki husni xulqli, go'zal axloqli qilib tarbiyalashimizni, beruvchi qo'l qilib tarbiyalashimizni, faqat va faqat olishni emas, balki berishni o'ylaydigan yaxshi niyatli insonlar qilib tarbiyalashimizni nasib qilsin. Farzand tarbiyasida Alloh taolo biz ota-onalarga o'zi yor va yordamchi bo'lsin.